Pul yaratish. Pul yaratish ko'pchilik tomonidan insoniyat tarixidagi eng katta tovlamachilik sifatida tasvirlangan. Boshqalar uchun bu iqtisodiyotning harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Keling, global zaxira valyutasi bo'lgan AQSh dollarining yaratilish holatini ko'rib chiqaylik. Hukumat tomonidan sarflangan har qanday dollar ertami-kechmi u yoki bu yo'l bilan soliq to'lovchining cho'ntagidan olinishini ko'pchilik tushunmaydi. Hukumat yangi xarajatlarni bir necha usul bilan moliyalashtirishi mumkin. Soliqlarni ko'tarish ushbu harakatni amalga oshirishning bir usuli, lekin bu usul ko'p qo'llanilmaydi. Yana bir usuli ayrim tarmoqlarda xarajatlarni qisqartirish. Lekin bu pul oqimidan uzilgan guruhlar uchun norozilik yoki hatto ijtimoiy tartibsizliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Biroq boshqa usuli ham bor. Hukumat byudjet tanqisligini oshirishi va shu tariqa joriy xarajatlarni qarzni oshirish hisobiga moliyalashtirishi mumkin. AQSh g'aznachiligi davlat obligatsiyalari kabi qimmatli qog'ozlarni chiqarishi mumkin. Oddiy qilib aytganda, obligatsiya bu ma'lum miqdordagi pulni ma'lum muddatdan keyin foizlar bilan qaytarish va'dasi hisoblanadi. Bu qarz majburiyatini tashkil qiladi. Davlat obligatsiyalari kimoshdi savdosida moliya institutlariga sotiladi. O'z-o'zidan obligatsiyalarni chiqarish pul yaratilishiga olib kelishi shart emas. Obligatsiyalarni jismoniy shaxs ilgari saqlangan pulga sotib olishi mumkin. Biroq ba'zi obligatsiyalar AQSh Markaziy banki hisoblangan Federal Reserve, ya'ni federal xizmat tomonidan ochiq bozor operatsiyalari orqali sotib olinadi. Jarayon quyidagicha davom etadi. Federal zaxira o'z nomidan chek chiqarish orqali tijorat bankidan obligatsiyalarni sotib oladi va uni hisobida hech qanday jamg'arma bo'lmaydi. Federal zaxira buxgalteriya tenglamasining aktiv tomonida obligatsiyalar haqida hisobot beradi va majburiyatlar tomonida federal zaxira chek qiymatiga teng bo'lgan yangi pullar haqida ma'lumot beradi. Obligatsiyalarni sotuvchi bank chekni qabul qilganda, chek oddiygina muomaladagi yangi pulga aylanadi. Bizning kanalni qo'llab-quvvatlash uchun kanalga obuna bo'ling va like tugmasini bosishni unutmang. Zero xalqimizga moliyaviy savodxonlik darsliklari yetib borsin. Murakkabmi? Keling, bu yerda hikoyamizni soddalashtirishga harakat qilaylik. Vositachi moliyaviy institutlarni qo'yib turamiz. Hukumat obligatsiyalarni chiqaradi va keyin ularni yangi yaratilgan pul yoki boshqacha aytganda davlat qarzi uchun chek bilan sotib olinadigan markaziy bankka sotadi. Hozir biz pul deb ataydigan narsa, aniqrog'i pul bazasi ikki muassasaning qog'oz yoki raqamli yozuvlarni almashishi natijasida yaratilgan. Fed tomonidan sotib olingan har bir aktiv pul bazasini oshiradi. Davlat obligatsiyalari foizli hisoblanadi. Shuning uchun har bir chiqarilgan obligatsiya uchun foiz to'lash kerak. Bu qarzga xizmat ko'rsatish deb ataladi. Mavjud obligatsiyani to'lash uchun hukumat odatda yangi obligatsiyalarni chiqaradi. Bu umuman mantiqsiz ko'rinadi, to'g'rimi? Tasavvur qiling, agar siz qarz olgan bo'lsangiz va uni bir vaqtning o'zida sarflagan bo'lsangiz, aytaylik, siz foiz to'layotgan bo'lsangiz ham avvalgi qarzingizni to'lash uchun boshqa kredit oldingiz. Bu aylanma qarz deb ataladi. Garchi kreditning asl qiymati hech qachon qaytarilmasa-da, bu davriy foizlar hisoblanadi. Ushbu jarayon boshqa byudjet moddalari qatorida qarzga xizmat ko'rsatish xarajatlari sifatida ko'rsatilgan. Ushbu xarajatlar pul yaratilishi yoki yaratilmasligidan qat'iy nazar amalga oshiriladi. Fuqarolar o'z jamg'armalari uchun davlatdan obligatsiyalar sotib olganlarida qarz bo'yicha foizlar to'lanadi. Shu bilan birga Fed hukumatga foizlardan daromad beradi. Shunday qilib, davlat uchun obligatsiyalarni oddiygina sotishdan ko'ra qarzni monetizatsiya qilish, ya'ni pul ishlash orqali qarz olish arzonroqdir. Shuni tushunish kerakki, qarz pul ishlab chiqarish bilan bog'liqmi yoki yo'qligidan qat'iy nazar, qarz hamma uchun va kelgusi yillar uchun yuk bo'lib qoladi. Qarz kelajak farovonligimizdan qarz olishga teng hisoblanadi.